Assalomu alaykum. Qadrli YouTube'miz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakasimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu yerimizda ikkita eshik, ikkita rom qilib berdik mana Xudo xolasa. Oqidan qilib berdik buni, oqidan qilmaysiz dedi odamlarga qilib berdik. Mana talablarga binoan Xudo xolasa mana oppoq qilib berdik. Mana mayillarni ham mana kumush rang qilib berdik. Oppoq qilib oqmasa, kumush rang mana. Kumush maylar kumush bo'ldi mana. Maylar ham kumush. Bular oq mana. Oppoq bo'lmas, oppoq emas. Kumush. Bilinib turadi, endi oq bo'ladigan bo'lsa ham qilib berilaveradi, lekin bularimiz qimmatroq. Bularimizni kvadratini 1.200.000 dan qildik. 1.200.000 dan olib borib o'rnatib beraveramiz. Oshim-oshi, zamoylari, aynalari hamma yoq ichida qilib O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz, vodiy bo'lib olib borib o'rnatib berilaveradi. Siz xohlagan fasonda, dizaynda Xudo xolasa yaratib, Xudo xolasa qilib berilaveradi. Ko'ngildagidek qilib olib borib, Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Jigarranglari arzonroq bo'ladi, bular qimmatroq bo'ladi. Endi oqiga nisbatan, jigarrangga nisbatan oqi qimmatroq bo'ladi, chunki oqiga laki ham qimmatroq, lak chachiladi. Endi oqiga ishlov ko'p bo'ladi, mana ishlov mashlarni mana to'g'ri gap bir ancha xizmat ko'rsatdik, to'g'risini aytsam. Lekin o'ziga yarasha ekan, misol endi puliga yarasha. Rezinkalari bor mana. Mana kesaklarni ham katta qilib berdim, 12 qilib berdim, 12 qilib berdim dedi. Shunaqa qilib mana 1.200.000 dan qildik kvadratini. Romlarnikini ham 1.200.000 dan qildik. Mana siz xohlagan dizaynni fasonda qilib beraveramiz. Kommentariyada savollar bo'lsa, savollar berishlar mumkin. Xudo xolasa kimga qiziqqan, kimga anaqa menga shunaqa aka qilib bering deydigan bo'lsa, telefon nomeri bor, nomer qoldiramiz. Nomerimiz 97 2254 O'zbekiston bo'ylab yetkazib, vodiy bo'lib olib borib beramiz. Kimda qiziqqan savollar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yasizlar. Endi jigarranglari arzonroq. Bunimiz endi o'ziga yarasha mehnati ham ko'pda buni. Shuning uchun shunaqa to'g'ri gap. Endi buni qilgan odam biladi-da. Qilmagan odam endi u arzon deydi, arzoniga ham bor. Lekin bunaqa emas-da arzon. Puliga yarasha hammasi ham to'g'ri gap. Biz ham o'zimizni narx qo'yganmiz misol. Mana ishlari ham Xudo xolasa mana o'ta zo'r ishlar mana. Mana rezinkalar qo'yilgan mana. Mana ichki shpangletlar qo'yilgan mana, ichki shpangletlar mana. Mana ko'p odam qo'ymaydi bunaqasini. Tamollari ham mana o'ta zo'r bo'lgan mana. Akvarishda o'tgan Xudo xolasa akvarish. Inshaalloh mana Xudo xolasa zo'r. Hammasi Xudo xolasa ko'ngildagidek bo'lgan. Kimda shunaqa ishlar havas qilib Xudo xolasa qoldirmoqchi bo'lsa, qilib beramiz Xudo xolasa. Lak bosgan Xudo xolasa ishlariga rivoj deymiz Xudo xolasa. Hammaga ham lak, podpiska ayamanglar kanalning rivoji uchun. Shunaqa eshiromlar zo'rlardan qilib beraylik, biz ham yaxshi niyat qilamiz, odamlarga uy solsin. Shunaqa eshiromdan qildirsin deb misol. Iloji solinglar, zo'r qilib solinglar, 2 etash qilib, 3 etash qilib solinglar. Qilib beringlar Xudo xolasa, chiroyli qilib beraveramiz. Hammanglarga rahmat, ishlarga omad. Shunaqa beringlar hammanglarga. Mendan rahmat.